Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Agrobank Urgut filialida navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuv kuni. Tadbirkorlar bilan uchrashuvdan asosiy ko'zlanayotgan maqsad hozirgi kunga xabarlaring bo'lsa, tuman hokimligida ham umuman iqtisodiy kompleks, ijtimoiy mana tuman prokurori ham kerak bo'lsa, xalq bilan uchrashib, tadbirkorlar bilan uchrashib, tadbirkorlar muammosini eshitib, o'sha qo'ldan kelgancha harakat qilib, shu yechimi bo'yicha o'z takliflarini berib keladi. Shuningdek, davlat tashkiloti sifatida mana banklarda ham tadbirkorlar bilan uchrashuvlari bor. Bu nima uchun kerak? Bu o'sha tadbirkorlarga yaratilayotgan qulayliklar. Bank tizimi bo'lgani uchun biz asosan pul mablag', kredit mahsulotlarimizni sizlarga taklif qilishimiz kerak yoki sizlarni o'sha ma'lumotlar bilan tanishtirishimiz kerak. Bitta yangilik bor, ozgina ma'lumot beraman. Yangilik Agrobankda hozirgi tadbirkorlar uchun kreditlar bor. Kreditlar ayol tadbirkorlarga alohida imtiyoz bor. Ya'ni bitta yo'nalishdagi kredit agar erkak tadbirkor bo'lsa 21% foiz stavkasi. Agar xuddi shu yo'nalishda ayol kishi bo'lsa 2% kam 19% qilib beriladi. Bu menimcha hozir Agrobankda mavjud.